Qayerda yashaysiz siz? Qo'llaringizdan qavarib ketibdi. Nima ish qilasiz? Mana shuni terib yurib ish qilyapmiz. Uyda farzandlar bormi? Endi ikkita o'g'lim bilan nevaram invalid. Shuni terib tirikchilik qilib, xo'jayinim o'tda yuribman endi bolalarni boqib. Yoshingiz nechiga kirdi, ola? Yoshingiz nechida? 70 ga. Mashalloh, hammamizga nasib qilsin shunday yoshlar. Nima qilay? Bolalar mayda bo'lsa, uylash kerak ularni. Maktabga istibosh qilish kerak, boshqa qilish kerak. Mana qo'llarim qorayib ketdi. Mana hozir borib oyoq qo'lni yuvamiz. Aha. Bolalarni istibosh nimasi bor, ovqat deganda. Ola, men sizga ozgina ehson beraman hozir. Bor. Tani joningizni Xudo sog' qilsin, omadlaring bersin. Xudoning yo'liga berganingiz Xudoga yoqsin. Nima niyat qilgan bitta niyatingizga yeting.